Gripp homilaga qanday xavf tug'diradi? Yaqinda klinikamizga 7-8 haftalik homilador ayol murojaat qilib keldi. Grippga chalinganligi, yuqori harorat bo'lganligi va uy sharoitida davolanganligini aytdi. Ultratovush tekshiruv orqali biz tekshirganimizda homila yurak urishi to'xtaganligi aniqlandi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yuqori isitma, virusli infeksiyalar mana shu homiladorlikning ilk haftalarida homila tushish xavfini va yurak urish to'xtashini 2-3 baravargacha oshiradi. Shuning uchun homiladorlik davrida gripp alomatlarini, ya'ni yuqori isitma yoki holsizlik sezdingizmi, birdaniga o'sha o'zingizni ginekolog vrachingizga murojaat qilishingiz kerak va homila holatini baholash uchun doimiy ultratovush tekshiruvi nazoratida bo'lishingizni tavsiya beramiz. Homiladorlikning har bir kuni bebaho. UZI siz va farzandingizning hayotini asrashda eng muhim vositalardan biridir.